Assalomu alaykum hammaga. Endi patologda karniz chizishni ko'rsatib o'taman. Karniz chizish uchun odatiy holatda biza mana bu ограждениеdan foydalangan holatda chizamiz. Ограждение faqatgina perellar uchun ishlatilmaydi, karnizlar uchun ham ishlatiladi. Karniz, plintus va shunga o'xshagan narsalar uchun ishlatishimiz mumkin. Chunki bunda uzunlikni aniqlash, profilini berish, ko'p narsani aniqlash mumkin bo'ladi. Shuning uchun asosan shu karnizda ограждение yokida devorda так, stena выступающий профиль yokida выраженный профиль, выступающий профиль orqali qilinadi. Bu uslubda men hozir uncha ko'p ishlamayman, lekin bu uslub ham ancha ommaviy, ancha yaxshi uslub deyiladi. No, asosan men ограждение uslubida ishlayman. Profilni berasizlar и shu profil asosida sweep o'xshab ishlaydi bu narsa. Tak, uning uchun shu joydan bosib turib ishlab ketolmaysizlar yokida mana bu joydan bosib turgan holatda ishlab ketolmaysizlar. Menda hozir mana plintus yokida karnizlarim bor. Mana. Lekin bu karnizlarni borini shunda chizib ko'rsatolmayman. Sizlarga qanaqa qilib noldan yasash kerakligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, buning uchun shu holatda turib faylga o'tasizlar. Fayl, создать и семейство degani bor. Семействoni bosasizlar. Bosgan holatlarda mana bu Russian degan fayl bor. Shu Russian fayl degan ba'zi Revit o'rnatgan paytda o'zi avtomatik tarzda paydo bo'lishi kerak. Lekin ba'zi Revit fayllarda yoki Revitlarda bu narsa ustiroq qilingandan keyin paydo bo'lmasligi mumkin. Agarda bu narsa bo'lmasa, buni Telegram kanaldan yuklab olishinglar mumkin. Hashtagda Russian deb xuddi shu yozuvni yozsanglar, xudo xolasa chiqib keladi Telegram kanalimda. Xuddi shuni ichiga kirasizlar, bu joyda asosan space rejimida turgan bo'ladi. И bu yerda yasash uchun kerakli shablonli vidi bor. Hamma uchun har xil, ya'ni mebel uchun alohida, eshik uchun alohida, profil uchun, oyna uchun, eshik uchun, hamma narsa uchun alohida. Bu joydan biz metriskiy sistema profil degan topishimiz kerak. Mana bu narsa. Metriskiy sistema profil. Aynan xuddi shunaqasini olinglar. Mana разделительный profil va yonki shunga boshqa o'xshaganlarni olmaydi. Aynan metriskiy sistema profil deganni olinglar. Shuni ochib olamiz. Okay qilib ochamiz. Mana. Endi shu holatda sizlarga max faylda berilgan bo'ladi. Shu max faylda olganinglarda karnizda qanaqa shaklda ekanligiga qarab o'zingizlarga kerakli karnizni profilini chizib olasizlar. Bu asosan hammada har xil bo'ladi. Shuning uchun bu narsani ko'rsatib o'tmadim, lekin misol uchun mana bunaqa holatda ham bo'ladi. Mana. Bu narsani DVGga o'tkazib turib, keyin shu holatda ishlaymiz. Agarda bu holat ham juda qiziq bo'lsa, buni ham ko'rsatib o'taman. No, asosan bu narsani ko'pchilik bilganligi uchun bunaqa darajada detallashib o'tirmadim. Tak. Uning uchun umumiy holatda liniyani olaman va o'zimga kerakli biron bir karnizni chizib olaman. Misol uchun birisi 18 ga yoki 15 ga boshqacha uslubda. Agarda umuman yo'q bo'lsa sizlarda, tak, Dcardga o'tasizlar. Dcard sayti bor. Tak, mana bu sayt. Shu saytga o'tgan holatlarda interyerni karnizi degani bor. Kladga o'tsak, ko'rsatadi o'zimizga. Har xil karnizlarimiz bor. Misol uchun mana bu karnizni tanlasam, bu joyda karnizimni razmerlarini ko'rsatadi. Undan tashqari pastroqqa tushganimizda mana DVGsi bor. DVGsini olaman. Tak, рабочий stolga tashlayman hozir. Рабочий stolga tashlayman. Mana adasmasam, WinRAR shaklida tashlab berdi. Buni WinRARdan chiqarib olaman, izolate qilib. Okay. Endi ichiga kirsam, karnizimni ko'rsatadi. Xohlasam buni 2 marta bosib AutoCAD ochadi. Ba'zi kerak emaslarni olib tashlashim kerak. Tepa tarafdan qarab olaman. Tak. Hozir sal qotish boshlayapti. Chiqsa, mana bularni o'chirib tashlayman. Faqat menga mana buni o'zi kerak. Mana. Endi saqlab olaman Ctrl S qilib. Mana. Qayerga saqlaganimni eslab qoldim. Рабочий stolga dcard.ru degani bor. Shuni endi Revitga qaytaman. Вставитga o'tib turib, import запор и рабочий стол dcard и dcard.ru. Mana. Текущий толкай вид deyman. И автоопределение millimetr qilaman. Buni
buni xohlasam черный белый и mana buni вручную qilaman. Okey. Endi hozir tashlab beradi. Mana shu holatda tashlab olamiz. Buni bu yoqqa qilaman и bu yoq tarafga mirror qilaman. Kerak bo'lsa. Xohlasam buni tanlaymanda mirrorni bosib, mana bunga nisbatan mirror qilib olaman. Buni o'chirib tashlayman. Endi buni bunga yopishtirishim kerak. Tasavvur qilinglar, mana bu yoq tarafda devor bor, bu yoq tarafda patolog bor. И patologga burchak qismiga xuddi shunaqa karniz keladi. Bu joyda devor, bu joyda esa patolog bor. Xuddi joyda burchakda yopishtiriladi. Xuddi shunaqa ishlanadi bu narsa. Endi buni yopishtirishim kerak. Ruchnoy yopishtirgandan ko'ra line komandasi orqali yopishtirganinglar ma'qul. Mana bu komanda orqali. Bosaman, buni tanlayman и buni tanlayman. Mana o'chirib qo'y. Yana qaytadan line buni bunga deyman, ana endi yopishdi. Tekis to'g'ri yopishdi. Endi oddiy liniyada, sozdaniyada liniyada chizaman. Oddiyda mana bu joydan bu yoqqacha qancha bo'lsa shunchaligacha xohlasam mana bu joyga olib kelsam ushlash kerak. Mana o'shada markachi turaman hozircha, keyin buni chizaman. Bu joydan olib kelsam. Debagani shunisi yaxshi, mana bu joyda mana burchaklarni ushlayapti. Bu ba'zida ushlamay qolishi mumkin, chunki pikselga qarab mana ushadi endi. Mana debagani shunisi yaxshi, Autodesk bo'lganligi uchun hammasi debagani bir-birini o'qiydi. Endi mana bu joyda yana bitta bundan chizib olaman. Tap bossam ushlaydi mana. To'rtburchak ushadi. Endi bu yoqqa olib kelib, bundoq to'g'ri chizaman. Mana shunaqa holatda. Sizlarga tavsiya, bu qonun qoidasida bo'ladi. Mana bu razmerni ko'ryapsizlar, 2.0 turibdi. Bu 2 mm degani. 2.1 mm. Shundan 1 mm dan kamaytirmaylar. 0.9, 0.8, 0.9 qilsanglar ham ishlamaydi. Nima ishlamasligini aytaman hozir. 0.9 yoki 0.8 qilib qo'ymaylar. Kamida 1 bo'lishi kerak. 1 mm bo'lishi kerak. Nimaga bu narsa kam bo'lmasligini aytaman. Agar bundan kam bo'lsa, profillarni proyektga tashlagan paytinglarda profil ochmaydi shunchaki, ignor qiladi. Profil ko'rinadi, lekin proyektda ishlamaydi. 3D video yoki planda yoki razrezda umuman ko'rinmaydi. Nomi turadi, profilni olib kirgansiz deb, lekin ko'rsatmaydi. Xuddi shunday paytda. Ikkinchisi, chizgan paytinglarda boyagi bundan oldin aytganimdek kontur tuziladi-ku, mana bu kontur chizib chiqamiz to'liq. Qaysidir kontur bir-biriga ulanmay qolgan bo'lsa, chiziqlar bir-biriga ulanmay qolgan bo'lsa yoki chiziq ustiga yana bitta chiziq tushib qolgan bo'lsa, xuddi shu holatda yana ignor qiladi. Proyektga tashlanadi, tushadi, lekin ko'rsatmaydi. Shuning uchun e'tibor beringlar shu narsaga. Endi davom etamiz. Mana bu joydan bu joyga chizaman. Endi bu joydan bundoq qilib arka chizib olaman biroz. 100% bir xil bo'lishi shart talab deyilmaydi. Iloji boricha maksimalniy harakat qilaman bir-biriga o'xshatishga. Bu joyi bundoq ketgan ekan. Demak, mana bu joylardanmi to'g'ri olaman mana. Mana qilib maydalab chizsam siniq tushmaydi. Sababi chizayotgan paytimda qaranglar. Mana bu bundan oldingisi qora bo'lib turibdi. Agar buni bunday yoqlashtirsam, bundan oldingi chizgan chizig'im ko'k bo'lib turibdi. Bu degani bir-biriga silliq ulanayotganligini, ya'ni sinmasdan ulanayotganligini bildiradi bu narsa. Ya'ni bundoq tursa sinayotganligini bildiradi. Agar bundoq qo'ysam, bundan oldingi chizgan chizig'im ko'k rangga olib turibdi. Bu silliq, ya'ni sinmasdan bir-biriga ulanayotganligini bildiradi. Bosaman, ulanadi. Mana bunga ham xuddi shu tarzda tap bosaman, mana silliq ulandi. Endi oddiy chiziqni chizaman. Bu yoqdan, bu yoqdan mana shu holatda. Buni ham sal mana 0.4 to'g'ri bo'lib qolmasin. Shu joyda bundoq ketishimiz kerak. Qanday bo'lsa shundoqligicha yozishim kerak. Biroz ochmandan chizib ko'raychi qani. O'xshay ekan. Sal bo'lsa-da farq qilsa hech narsa qilmaydi. Endi mana bu joyga ham chiziq chizib qo'yishim kerak. Liniya chizaman. Bu joydan chizaman. Bunga olaman. Bo'ldi.
Endi dvgni o'chirib tashlashim kerak. Dvgni bulanchisi bo'lgandan keyin tanlayman hammasini и filtr orqali отменить и import семейство и tanlayman и delete bosaman yokida mana buni bossam o'chadi. Mana dvg o'chdi endi. Faqat yana endi tekshirib chiqaman. Bironta chiziqni oldiga olib kelib turib, tabni bossanglar и bir marta sichqonchani bossanglar ko'rsatadi. Ulanmagan bo'lsa, mana bunaqa bo'lib qoladi misol uchun. Ulanmay turibdi. Sal uzoqroq qilsammi? Uzaveryapti o'zi. Yozqada ko'rsatsam bo'ladi. Misol uchun mana bunda ko'rsata qolay. Mana. Bundoq qilinsa ikki tarafdan ham nuqta paydo bo'ladi. Ulanmasa. Mayda chiziqlardan ham shundan ajratib olsanglar bo'ladi. Bitta turibdimi, demak to'g'ri ulanganligini bildiradi hamma yoqda. Mana bu joylarda ulanish sezilmayapti, chunki aytgandek sinmagan holatda bir-biriga ulangan. Endi shuni saqlab olishimiz kerak. Undan oldin balandligini bo'yicha razmerni olaman. Juda katta bo'lyapti razmer, mana ko'rayotganingizdek 13 masshtabini to'g'rilayman. Misol uchun 1 ga 2 masshtab qilsam ancha kichrayadi mana. 58 и bu yoqdan qancha 58 ga 58 ekan. Razmerimni bosamanda mana bu izmenchibga kirib turib, mana весь liniya zacheskasini bir deb qo'yaman. Chunki hozir buni rasmga ham eksport qilamiz, shunda ko'rsatib o'taman. Okey, и все. Endi faylimni umuman saqlab olishim kerak. Fayl сохранить семейство deymanda и qayerga saqlamoqchi bo'lsam o'sha yerga saqlayman. Hozircha mana dikartni o'ziga saqlab qo'yaveraman. Семейство 1 emas, misol uchun profil deb qo'yaman asosan. Tak, profil 58 и 58 hash deb qo'yaman. Balandlik bo'yicha. И parametrlarda 1 deb qo'yaman. Shundoq ham, lekin baribir orqasidan yana ikkita запасной saqlaydi baribir. Сохранить и nomni o'zgardi. Semeyство birdan profil 58 o'tdi. Endi rasmga ham eksport qilishim kerak shu holatda. Razmerlari ko'ringan holatda. File export и mana pastroqqa tushaman. Изображение, анимация и изображение bor. Tanlayman. Видимость область текущий вид deganni tanlayman. Chunki mana bu turgan vidimdan turib, shu joydan kesib oladi o'ziga. Tekushi okno qilib qo'ysam, xohlagan bo'lsa shu holatda kesib olaveradi. Mana buni 15 ming qilib qo'yaman. Hamma buni har xil qiladi. Pikseli bu. Tanoqda chiqish uchun asosan men shuna qilaman. Qayerga saqlanishini ko'rsatadi. Misol uchun mana shu joyga saqlanishini aytib o'tyapti. Nom, qanaqa nom bilan? Profil 58. Chunki qayerdan bilyapti? Men qanaqa saqlagan bo'lsam, shunaqa saqlab ko'rsatyapti. Сохранить и okey qilaman. Eksport qilyapti hozir JPEG ga. Endi qaytaman. Shu holatda tag рабочий stol dikart mana profil deganim mana. Profilga o'tsam mana shu holatda. Agarda boyaga весь liniyani o'zgartirdim-ku mana buni. 5 turadi. Mana bu zacheskalari qalin bo'lib turardi, xunuk bo'lib ko'rinardi. Shuning uchun shu holatda birga tushirib qo'ydim. Endi bu markazda turganligi yo'q. Bu yoqni edit qilib, shunchaki bundoq qilib to'g'rilab qo'ysak bo'ladi, ruchnoy qilib. Har doim markazga tushmaslik shuning uchun save и save deb qo'yaman, bo'ldi. Shu holatda keyin loyihaga ishlatib ketaman. Mana bilan o'chirib tashlashim bo'ladi endi. Delete и qayta saqlayman. Endi загрузить в проект yokida загрузить проект и закрыть deb bosaman. Proyektga tushdi, avtosaqlanishni eslatib qo'yapti, saqlaysanmi deyapti. Hozircha shart emas deyman и patologga o'taman. Patologga o'tib turib ограждение bosamiz. Ограждение bosilganda sizlarda ham xuddi shu holatda невозможно использовать рабочий плоскость degani yozuv chiqsa, bu degani bundan oldin polda yokida devolga yuzasida ishlayotganingizda xalab ishlagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun asosan shu holatga o'tib qoladi. Uni qayerdan bilsam bo'ladi? Mana bu pakazat qilsam, mana qanaqa yuza bilan ishlayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni devolda yuzasi bilan ishlayotgan ekanmiz. Bizga yuza bilan emas. Mana buni tanlab turib, задать deganini bosaman. И выбрать плоскость emasdi, imya bo'yicha birinchi tash pol deb berib qo'yaman. Уровень birinchi tash pol. Bosaman. Okey, bo'ldi. Endi ограждениeni bossam ishlaydi endi.
Endi mana bu joyda har xili bor. Endi bu narsa sizlarda bo'lmasligi mumkin. Asosan bu narsa shablonga nisbatan asosan aytiladi. Mani shablonda bu narsa qo'shib qo'yilgan, shuning uchun hammasi tayyor. Misol uchun karnizni olaman, mana buni olib turib kopировать qilaman. Nomini o'zgartiraman endi. Hozir 58 ga 58 mida, 58 ga 58 qilaman. 58. Okey. Mana bu joyda konstruksiya направляющийni bosaman. Mana bu joyda 2800 turgan ekan, 2700 turgan ekan, 2800 qilaman misol uchun. Mana bu joyda profili bor. Hozirgi olib kirgan profilimiz shu joyda ko'rinadi. Agarda hozirgi chizgan profilimiz, profil 58 mana ko'rindi. Agar ko'rinmasa, boyaga aytgan tepada yuqorida aytib o'tgan muammolarni birontasini qarab ko'ringlar. Chiziqlar bir-biriga tushib qolmaganmi? To'g'ridan to'g'ri shu proyektga olib kirdinglarmi? Chiziqlar bir-biriga ulanganmi? Hammasini tekshiringlar, keyin yana qayta olib kirib ko'ringlar. Birdan 1 millimetrdan kam bo'lmaganmi? Shular hammasini tekshirib chiqinglar. Shundan keyin to'g'ri olib kiriladi hammasi. Profil 58 tanlayman. Materialni mana shu joydan belsanglar bo'ladi. Asosan menda karniz belay rangda turadi. Proyektdan kelib chiqqan holatda o'zgaraveradi. Smeshini kerakmi? Chizgan joyimdan 30 ta bo'lib chizsinmi? Yo'q, shart emas deyman. Okey, bo'ldi. Xolos, mana bu joyda model bo'yicha nomi, kommentariyada qanaqa razmer bo'lsa shu bo'yicha. Chunki bu narsalarning hammasini mana bu joyda nima yozayotganligimni, yozayotgan narsalarimni proyektda ishlatib spesifikasiyada ko'rsatiladi. Shu bois bu yerda chizayotgan narsam, yozayotgan narsam spesifikasiyada ko'rsatiladi. Okey qilib yozaman turbicha asosida chizaman. Mana bu joydan mana bu joygacha chizaman. Misol uchun mana bu joy oxirigacha ulanmay qo'yibdi. Bundoq qilib urib olaman. Bo'ldi. 0 turgani bilan mana bu joyda 2800 balandlik turibdi. Shuning uchun ko'tarib qo'yishinglar shart emas bu yerdan. Past bo'lib qolsa ko'tarishinglar mumkin. Razrez orqali ham hozir ko'ramiz. Bosaman, tushdi, lekin ko'rinmayapti. Razrezga o'tib tekshiraman. Mana tushgan, faqatgina teskari bo'lib qolgan yana ustiga-ustak. Pastroq bo'lib qolgan. Demak, mana uni tanlab turib 3 metr ekan, mana buni ham ichiga o'tib turib karniz tanlab 3 metr qilib qo'ying. Okey. Okey, mana tepaga chiqdi. Patologimda endi ko'rinishga desam ko'rinmadi. Skript turganmi? Yo'q, skript turmagan. 3D vidga o'tib tekshiraman. Tanlayman-da, 3D vidga o'taman. 3D vidda ko'rinyaptimi? Yo'q. Patologni vaqtincha skript tursam, yo'q, karniz ko'rinib turibdi, faqat devor ichiga kirib ketyapti. Shuning uchun teskari bo'lib qolganda qisqasi bolalar. Buni tanlab turib vaqtincha skript qilaman. Skript element qilib, mana buni tanlayman. Endi tanlasam, shu paytda mana bu narsa kelib chiqadi. Shuni bir marta bossanglar, ichkariga qilib beradi. Xuddi shu holatda mana. Endi mana buni ko'zoynakni yana восстановить исходный вид qilib, mana razrezga o'tsak ko'rinadi endi mana. Mana karnizimiz. Shu holatda karniz qilinadi. Endi bu loyihaga qarab qilganim yo'q. Loyihada asosan shularga moslangan, dizaynga moslab qilingan bo'ladi bu karnizlar. Men любойni olib, hozir mana saytdan olib turib ishladim bu narsani. Xuddi shu holatda. Mana grafikasi, ranglari bilan ishlash bu materialiga bog'liq bolalar. Mana kesilgan joyi qora bo'lib ko'rinyapti, kesilmagan joyi oq bo'lib ko'rinayotganligi. Mana bu joyga o'tib turib, mana bu belay materialni ichida kesilmagan holatda oq qo'yilgan, kesilgan holatda qora qo'yilganligini berib qo'yganman. Sizda ham xuddi shu shaklda kesilgan holatiga 42 kesilmagan holatda esa 253 dan bersanglar, xuddi shu tarzda shu grafikada ko'rinadi. Mana. Tak. Darslik yoqqan bo'lsa, xursandman. Karnizlar bu yerda ko'rinmayotganligining asosiy sababi biz patolog videoda turibmiz. Patolog videoda bu narsa ko'rinmasligi odatiy hol. Buni asosan o'zini mana plan karnizov degan joyga o'tib turib ko'rish kerak bo'ladi. Bu joyda ham ko'rinmasa, plan bo'yicha tekshirib chiqamiz. Tak, plan patologda emasda. Mana bu joyga o'tib turib, liniya degan joyni tekshiramiz birinchi bo'lib. Liniyada yoqilganmi, yoqilmaganmi? Mana bu joy to'g'ri qilingan. Mana bu narsa qo'yish kerak. Buni predelov degan narsa bor. Unda sekundji diapazondan bo'lishi ham mumkin. Sekundji diapazonni bosaman. Misol uchun buni 120 deyman. Mana buni esa 500 deb ko'raychi. Nijniga debdi. Demak, buni 3200 qilishim kerak. Shunda ko'rinishi kerak. Mana 2300. Okey. Mana buni
1800 deyman. Okey. Okey. Mana shu holatda ko'rinishi kerak asosan. Xo'sh, bo'ldi. Karnizda plan vidida karniz ko'rinmasligining asosiy sabablaridan biri, ko'pincha bu holat uchrab turadi. Bir ikkita narsani tekshirib qo'yishlar kerak. Karniz asosan уровень detalizatsiyada высокийda turganda holatda ko'rinadi. Buni ham tekshiringlar. Ikkinchisi, mana bu joydan karniz ограждениyani tekshiringlar. Огражденияda o'chirib qo'yilmaganmi yokida lampochkani yoqib skrit bo'lib qo'ymaganmi, skrit qilinmaganmi, shularni tekshiring. Undan so'ng yana bitta narsasi, sekuj diapazon masalasini tekshiring. Sekuj diapazon masalasini bosgan paytimizda bizda mana hozir ko'rinmayapti, lekin razrezimizga o'tsam ko'rinyapti. Mana 3D vidda ham ko'rinyapti, lekin mana bu joyda ko'rinmayapti. Sekuj diapazonni to'g'irlash kerak bo'ladi. Ya'ni kesayotgan nuqta ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin bunga asosan. Uning uchun mana buni birinchi dashbold, buni ham birinchi dashbold, buni 2,5 metr и buni 1,20 qilaman. Bunda bossam endi ko'rinadi mana. Endi bunaqa holatda ham ko'rsatsa ham mana bunaqa bo'lib qolishi ehtimolligi bor. Tak, liniyada mana bu narsani ko'pincha sizlarda o'chik bo'lishi mumkin. Tak, mana buni o'chirib qo'ydi. Bundoq qilib qo'ysam. Mana hozir menda yaxshi ko'rsatyapti bu narsa, lekin ba'zi holatlarda ошибка chiqarib, mana bu chiziqlarni tekst chiqarmaydi, shtrix chiziq orqali ko'rsatadigan bo'lib qoladi. Ya'ni mana bunaqa ko'rsataman. Hozir qo'lda chizib ko'rsata qolaman, shuning uchun tak mana bunaqa holatda ko'rsatadi. Ba'zi holatda tak ko'rsatmadi. Proyeksiya ekan qilishim kerak edi. Bundoq qil. Tak, bundoq. Okey, buni 2 qilsam ko'rinishi kerak. Mana bunaqa qilganimda qiziq ishlamadi. Tak, shunaqasi ham bo'lib turadi bolalar. Xullas, yo'q, ishlatgan ekanman. Mana holatda ko'rinib qolishi mumkin mana. Ko'rayotganingizdek, shtrix uzuq chiziq bilan shtrix bo'lib qolishi mumkin. Shu holatda o'zini bunaqa maydalab, tekislab o'tirmanglar. Bu joyda ko'pincha mana bu joydan переопределение видимостьga qaranglar. Переопределение видимостьda liniya bo'limida pastga tushamiz. Mana bunaqa bo'lim bor. Buni передолов degan bo'lim bor. Xuddi shu chiziqda 2 rangini xohlaganingizcha splashnoy berib qo'yinglar. Bo'ldi. Okey qilsanglar, shu holatda sizlarga xudo xolasa ko'rsatadi. Tak. Shular. Darsni yoqqan bo'lsa xursandman. Like bosish, savolinglar bo'lsa komment yozib qoldiringlar. Mana bularni esa sizlarga saytini tashlab qo'yaman. dikart.ruzda bu Telegram kanalda bor. Telegram kanaldan olsanglar bo'ladi. Telegram kanal bilasizlar, Telegram kanal Yosh O'zbek. Shu joydan olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Kuzatganingiz uchun, bilganingiz uchun, o'rganganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Rozi bo'linglar vaqtingizga. Rahmat.